Biz hozir sizga hikoya qilib bermoqchi bo'lgan voqea aniq dalillarga asoslangan bo'lib, o'z yurtiga qurol ko'tarish maqsadida Suriyadagi terroristik tashkilotlarga qo'shilishni niyat qilgan eng yaqin jigarlaridan manqurtlarcha yuz o'girib, vatandan chiqib ketishni rejalashtirgan aka-uka Farruh va Shohrux Otaxonovlar, Abbosbek Baxtiyorov hamda internet tarmog'idan g'arazli maqsadlarda foydalanib, islom diniga yot bo'lgan buzg'unchi va aqidaparastlik g'oyalarini tarqatib kelgan Hoji Akbar Muhammedov, Abdulloh Rahimov, Nurullo Ubaydullayev va Nodirbek Mahmudovlar singari non va tuz haqqini bilmagan vatan xoinlari haqida. Bugungi kunda dunyoning bir qancha mamlakatlaridan yig'ilgan terrorchilar Suriya hududida birlashgan kuch sifatida izg'ib yuribdi. Bularning shaxsi aniq, ammo qiyofalari yo'q. Iblis malaylari. 2015-yilda Suriyadagi Palmira degan bir shahar bor. O'sha shaharni IShID terrorchilari butun haligi boshdan oyoq vayroniga aylantirishdi. Holbuki bu vayronlar 2000 yildan beri butun insoniyatni bir gultoji bo'lib, insoniyat madaniy yodgorliklarini bir o'ziga xos bir durdonasi bo'lib kelardi. Har yili minglab, millionlab turistlar borib ziyorat qilishardi. Mana shu shaharni, mana shu yodgorliklarni vayroniga aylantirishdi. Va o'sha yerda butun umrini o'zini xalqini o'sha ilm-fanga, o'zini bir ma'rifatga bag'ishlangan bir arxeolog olim Xolid al-Asad degan 82 yoshli cholni qilichdan o'tkazishdi, boshini tanidan judo qilishdi. Bu endi haqiqiy vahshiylik bu. Haqli ravishda chiqindilar deb e'lon qilingan jinoyatchining bittasiga aylanish orzusida yurgan ukasini va yaqinlarini ham qora qatorga qo'shilishga da'vat etgan Farruh Otaxonov endi o'z qilmishidan pushaymon bo'lib o'tiribdi. Biroq so'nggi pushaymondan nima foyda? O'zimizni, ya'niki o'zbeklarni mana shu dorilamon zamonda hamma sharoit yaratilib qo'yilgan paytda, davrda yashayotganimizda qanday qilib mana shunaqa yoshlar, qanday qilib mana shunaqa oqimlarga kirib qoladigan qo'shtirnoq ichidagi yoki to'g'ri aytganda ham manqurt insonlar paydo bo'lyapti. Bu aqlga sig'maydigan narsa. Otaxonov Farruh Murodovich 1988-yilda Andijon viloyatida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy. U 2012-yil 28-sentyabr kuni ishlash maqsadida Birlashgan Arab Amirligiga jo'nab ketib, Birlashgan Arab Amirliklarida ishlab yurgan paytda Iroq va Shom Islom davlati nomi ostida eng yovuz, eng jirkanch ishlarni amalga oshirayotgan jangarilarning ta'siriga tushib, ularga mansub audio va video mahsulotlarni u yerdan O'zbekistonga qaytayotgan tanishi orqali ukasiga yashirincha yuborgan. Bu materiallar orasida jangarilar rahbari Abu Bakr Bag'dodiyga va o'zbekistonlik Abdulloh Buxoriylarga tegishli ma'ruzalar ham bo'lgan. Turli davlatlardagi fuqarolarning tinch hayoti va ular asoslangan dunyoviy qonunlarning kufr ekanligiga oid hukmlardan iborat bu ma'ruzalar va shu ruhdagi video roliklar yetarlicha diniy bilimga ega bo'lmagan Otaxonov Farruhni butunlay izdan chiqargan. Bo'sh vaqtlarimda internetdan kirib, videolar har xil narsalar ko'rib o'tirardim. O'sha paytda YouTube saytiga Imom al-Buxoriy deb qidiruv berganimda menga umuman notanish bo'lgan Abdulloh Buxoriy degan shaxs chiqib keldi. Birinchi marta ko'rib turgan paytim edi u kishini va u joyda Suriya haqida deb yozib qo'ygan ekan. Bilinchi deb bosib ko'rganman. Ko'rganda shu da'vat boshlangan va ularni fikrini, ularning g'oyasini to'g'ri deb bilganman, to'g'ri deb tushunib qolganman. Mana shu fikrlarni O'zbekistondagi yaqinlarim ular ham xabardor bo'lsin degan maqsadda o'sha bir terabaytli fleshkada O'zbekistonga yuborganman. Shu yurtda ko'z ochib, ilk bor atak-chechak qilgan, shu yurtning barida aqlini tanigan, shu yurtning musaffo osmoni ostida ulg'ayib, kuchga to'lgan Farruh Birlashgan Arab Amirliklariga borib keldi-yu, oq sut bergan ona yurtiga qarshi qurol ko'tarishni maqsad qildi. Uning ahvoli afyun yeb, butunlay fe'li aynib qolgan odamning ahvoliga o'xshadi. Darvoqe, jangarilarning dogmatik qarashlarga asoslangan johilona maslaklari yetarlicha diniy bilimi bo'lmagan yoshlar uchun afyundan ham xavfli ekaniga shubha yo'q. Farruh mana shu jirkanchli afyun tufayli ukasi, ustachilik bilan shug'ullanadigan Shohruhni ham to'g'ri yo'ldan ozdirdi. Otaxonov Shohrux Murodovich 1990-yil Andijon viloyatida tug'ilgan.
Qo'lida gulday hunari bo'lgan Shohruxni ham videorolik va ma'ruzalar shaklidagi qoradori ayanchli ahvolga solib qo'ydi. U ham Suriyaga ketish istagi bilan yona boshladi. Qisqa vaqt ichida rejalar tuzishga ulgurgan Shohrux devorlarga gul soladigan qo'llarini endi harom qonga botirmoqchi edi. Bu hammasi hozir mana ekstremizm deymiz, Suriyadagi bu to'polonlar, u yerda o'zbek xalqlarini, bolalarimizni o'sha qo'liga qurol olib, bemaza gaplar bilan, ko'r-ko'rona gaplar bilan to'tiqushga o'xshab sayrab gapirishlari hammasi bu pulni kuchi. Pulni kuchi. Go'yoki u pulni O'zbekistonda topa olmagandek. Yiliga 950-980 ming odam ish bilan ta'minlanyapti. Salkam 1 million. Ish qidirish niqobi ostida yana Turkiya, yana Suriya, yana Iroq yoki Afg'oniston. Shunda jannat makonda yashang, o'ynang, kuling, ishlang. Agar pul uchun qilayotgan bo'lsangiz, lekin vatanimizda ish ko'p, qilaman desangiz, har qadamda ish topiladi. Faqat xohish kerak. Baxtiyorov Abbosbek Baxtiyor o'g'li 1988-yil Andijon viloyatida tug'ilgan. Otaxonov Shohrux Baxtiyorov Abbosbekka ham o'zicha rahnamolik qildi. Ular Farruxning Ispaniya qirolligida yashovchi tanishi Baxtiyor Umarov yordamida Shvetsiya qirolligi orqali Suriyaga o'tib ketishni maqsad qilishadi. Mana shunaqangi bir vahshiylikni, xunrezlikni o'ziga shior qilib olgan bir tashkilotga bizani o'sha mana hozir ko'rib turganimizdek mana shu yoshlarimizni ergashayotganligi, ularni har xil o'sha fitnalariga, ularni to'qigan ig'volariga uchib, o'sha turli joylarga chiqib ketayotganligini kechirib bo'lmaydi. Ular hijrat deb atayotgan narsa bu darvadarlik, ular jihod deb atayotgan ish bu xudrezlik, ular shahidlik deb atagan narsa xuddi xorizorlikda o'lim topish, undan boshqa narsa emas. Ularning xatti-harakatlarida O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tuzumini buzishga, tinch aholini nainki xonavayron qilish, balki to'g'ridan-to'g'ri otib o'ldirishga oid qasd va maqsadlar ma'lum bo'ldi. Natijada aka-uka Farruh va Shohrux Otaxonovlar va Abbosbek Baxtiyorovlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan aybdor deb topildi hamda ozodlikdan mahrum qilindilar. Mirzo Ulug'bekning bir gapi bor, zindonbon bilan gaplashganda aytadiki, yo'q, zindon piri. Zamonamiz g'oyat nozik, har yon xatarnok. Bizga lozim zabardastlik, birlik va idrok. Bu fursatda olomonga g'alayon solib, bizga qarshi qo'zg'atganlar bizga do'st emas, ular Temur xonadonining yovuz dushmani. Bunday ovoz zindonlardan chiqmay bo'g'ilar deydi. O'zi yurtini, tuprog'ini bilmagan, o'zini vatanini bilmagan, bunaqangi ko'r-ko'rona qadam tashlagan insonlari joyi shu zindon. Bizning yurtimizda har yili qanchadan-qancha yoshlarimiz o'sha sportdami, san'atdami, ilm-fandami o'zlarini kuchini, o'zini bir salohiyatini namoyish qilib, butun yurtimizni sharafini butun dunyoga namoyon qilib kelayotgan bir paytda ayrim yoshlarimiz o'sha mana shunaqa to'dalarga borib qo'shilayotganligi achinarli. Holbuki ularning ham ichida ehtimol qanchalar iqtidorlilar bordir. Ehtimol ular ham yo sportda, yo ta'limda yoki ilm-fanda qanaqadir bir yuksak natijalarga erishishi mumkin edi. O'zini yurtiga, ota-onasiga, yaqinlariga bir foydasi tegishi mumkin edi. Holbuki mana bunaqangi bir sharmandalik, bir yurakni og'ritadigan bir holatlarni yuz berganligini aslo kechirib bo'lmaydi. Onaizor hech qachon yig'lamasin. Lekin xo'rlab qoldi, bitta o'zim qolib ketdim endi. Bolalarga ko'rsam, qachon adam keladi, hammamiz uyga kelamizmi, adam kelsa deb aytishadi. Abbosbekning qaynonasi Feruza opaning iltimosiga ko'ra ijodiy guruh u kishini tasvirda ko'rsatmaslikni lozim topdi. Nahotki ikkita farzandini o'ylamadi meni kuyovim, ayolini, yolg'izgina onasini nima uchun o'ylamadi? Kelajagini, yosh ko'pi hali, nima kelajagini o'ylamadi deb biz qanaqadir tushkunlikka tushdik. Bilmayman nima, kimlar yo'ldan urdi, nima qildi. Men juda ham boshimni ko'tara olmay qoldim. Qarindosh urug'larni yonida mahalla ko'y oldida men umuman boshimni ko'tara olmay qoldim. Ikkita nevaralarim yig'laydi dadasini sog'inib. O'g'lim ishdan kirib keladi.
Nabaram yugurib boradi adasini yoniga. Bu nabaralarim qarab turadi. Mo'ltirab qarab turishadi. Mana shu O'zbekistonda butun yashovchi ayoldir, mana ota-onalarga iltimos qilaman, farzandlarini tekshirishsin, qarashsin, qayerga chiqib ketyapsan, nima qilyapsan, mana telefonini orada tekshirishsin, ko'rishsin. Aka-uka Otaxonovlarchi. Onasi yaqinda ularni uylantirmoqchi edi. Bu ayol orzu havas ko'raman deb o'g'illariga qiz qidirib yuruvdi. Uning butun shodligi g'amga aylandi. Bu nima ko'rgilik bo'ldi? Ikkala o'g'li ham qamaldi. Erining qamoqda yotgani ado bo'lgan yuragiga ozlik qilayotganmidi? Uning aka-ukalari, jigarlari, keksayib qolgan onasi ko'rgiligidan bexabar. To'y qachon deb so'ragan. Bu musibatni aytishga esa yuz chidamaydi. Yurak ko'tarmaydi. Ularga aytmadim. Ishlagani ketdi deb yolg'onni aldab qo'ydim. Qachon to'y qilasan deb hammasi boshimga ko'tarib o'tirishadi, tez telefon qilishib. Ularga qanday aytasiz? O'zi 80 ga yaqinlashgan onam borlar. Qaynonamga aytuvdik, o'zi kasalliklar og'irlashib, anaqa bo'ldilar. Olamdan o'tib ketdilar. Bir oy ichida uning yon qo'shnilari orzu havas ko'rdi. Kelin tushirishdi. Musibat bois to'yga bora olmagan onaizor endi to'y tantanalarini bekinibgina ko'radi. Baxtli kelin kuyovga kelarkan, o'kinch bilan yig'lashdan nariga o'tolmaydi. Onajonim, meni kechiring. Mendan pushaymonman ishlarimdan. O'zingizga ehtiyot qiling, onajon, iltimos. O'zingizga ehtiyot qiling. Bitta emas, ikkita emas. Turmush o'rtog'im 3 kishi oilamizdan qamoqda bo'lsa va o'zim qanaqa qilib ehtiyot qilishim mumkin? Hech bir iloji bo'lmayapti. Tasavvurimga sig'maydi bu ota-ona uchun qanchalik og'ir dardligini. Oq yuvib farzandingizni oqtarab katta qilasiz. Ne umidlar bilan, hatto alla aytayotganimizda farzandimizga jamiyatda o'z o'rnini topadigan, jamiyatga foydasi tegadigan, insonlarga foydasi tegadigan, vatanni koriga yaraydigan, ota-onasiga duolar olib keladigan farzand bo'lsin deb alla aytamiz. Tasavvur qiling, onaizorni qalbidan o'tayotgan dardlarni. Farzandlar qora niyat va yovuz maqsaddan yasab olgan qurollari bilan onaning yuragini nishonga oldilar. Onaning yuragi tilka bo'ldi. Ular agar tegishli organ xodimlari voqeaning oldini olmaganida temir qurollarini vatanga o'qtalishdan, vatanning ham yuragini tilkalashdan qaytmagan bo'lardi. Suriyada ana shunday voqealarning eng dahshatlisi sodir bo'ldi. Endi johillikning eng yuqori nuqtasi desam xato bo'lmaydi. Bir voqea sodir bo'ldiki, bir ona chamasi 40 yoshlar atrofidagi arab onasi bolasiga murojaat qiladi. Bolajonim, bu yerdan ketaylik. Hali bu yerda ro'shnolik bo'lmaydi, tinchlik bo'lmaydi. Hali bu yerda bir omon qolish, tinch yashash degan narsa ko'rinmayapti. Ko'rib turibsan, hamma yoq urush, vayronkorlik, ot o'ldir, yondir, so'y. Bolajonim, ketaylik, qochaylik demoqchi-da. 19 yoshga kirgan o'g'li Abu Sahr ismli o'g'li bu haqda, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi o'zining rahnamolariga yetkazadi. Ya'ni o'sha Iroq va Shom islom davlatining jallodlariga bu haqda xabar qiladi. Albatta ular buni juda olqishlab kutib olib, tezlik bilan onani, voliday muhtaramani ushlab olib kelib, o'zligicha sud qilib, oliy jazoga, o'lim jazoga hukm qilinadi. Oliy jazo, o'lim jazoni o'g'ilni o'zi bajaradi, ya'ni onasini so'yib tashlaydi. Vatanga qo'l ko'tarishni niyat qilgan jinoyatchilar ana shuning uchun ham jazoga mahkum. Bu hukmlar bilan tanishgan har qanday ongli odam beixtiyor o'yga to'ladi. O'zbekistonday donishmand, faqih yurtda yashab turib,
islom dini nomidan yovuzlik qilish haqida o'ylash va o'zini haq sanash ikki karra jinoyat. Chunki bular islomning mohiyatini dunyoga yoygan O'zbekiston fuqarolaridir. Bularning qilmishlari buyuk faqihlarimizning ruhini notinch qiladigan darajadagi alamli, nadomatli ishdir. Bular uchun dinning mohiyatini tushunmaslik va bu yo'lda qotillikni ixtiyor etish borib turgan qotillikning o'zi sanaladi. Shu paytgacha faqatgina tashqi jihatdan yaxlit sanalgan yer shari endi virtual olam izmida va bundan buyon tashqi masofaning uzoq yaqinligida hech qanday farq, hech qanday nisbat qolmadi. Internet. O'rgimchak to'ri. Hozir chegara yo'q. Biz qaysidir deylik qandaydir mavzu referat beriladigan bo'lsa, biz kutubxonalarga borib kitoblarni titib, juda ham ko'p o'qib, oxir oqibatda 10 varoq referat yasar edik. Hozir internet, chegara bilmas, sarhad bilmas bilimlar makoni. Faqatgina o'sha internetdan hamma har xil yo'lda foydalanyapti. Agar bu fikrlar ayni hayot haqiqati bo'lmaganida Suriyada jaholat botqog'iga botayotganlar istalgan paytda dunyoning istalgan nuqtasidan tarafdor topmagan bo'lardilar. Shuningdek, o'z hududlarini ham istagancha kengaytirishni maqsad qila olmas edi. Ular bizning ona yurtimizga ham jirkanchli qo'llarini cho'zmoqda. Bular orasida vatandosh deyishga til bormaydigan, ammo na choraki vatanning issiq qo'ynidan sezdirmaygina chiqib ketgan ilonlar bor. Islom dini yorug' dunyoda neki yovuzlik sanalsa hammasini qoralaydi. Lekin ular harom qilingan yovuz ishlarning boshini tutib, muqaddas va go'zal dinimizning nomiga qora chaplayaptilar. Bizning farzandlarimizni ham yo'ldan urmoqchi bo'layotgan, hatto ayrimlarni yo'ldan urishga ulgurgan bu murtadlar musulmonlardan emas, ularda na din bor, na vatan. Ular ilm va ma'rifatdan uzoq, mohiyatan insonlarga mansub bo'lmagan nusxalar. Ular dunyoda buzg'unchilikni odat qilgan iblisning malaylari. Bu dunyo bo'ylab kelayotgan bir vabo desam ham bo'ladi. Chunki Alloh yaratgan mana shunday bir jannatimizni vayronaga aylantirmoqchi bo'lgan kimsalar buni kechirib bo'lmaydi. Chunki aql farosat o'zida bilib turib shu ishni qilyapti. Nega endi mana shunday bir yashab turgan makonimizni, bir mana shunday bir jannat makon deymiz biz O'zbekistonimizni. Shunday jannat makon o'lkamizni vayronaga aylantirish kerak. Nega? Bunday og'ir bir vaziyatda g'aflatda qolishga yoki voqealarni shunchaki kuzatib o'tirishga hech bir vatandoshimizning haqqi yo'q. Hozir eng yomon narsa loqaydlik. Mayli dushmaningizni bilasiz, yo'dan dushmaningizni sezasiz, his qilasiz. Lekin o'zingizni ichidan chiqqan dushmanlargina hamma yo'ni parokanda qilgan. O'zimiz hushyor bo'lishimiz kerak. Atrofimizga qarab yurishimiz kerak deb o'ylayman. O'z qobig'imizga o'ralib olib, faqat o'zimizni va o'zimiznikilarnigina emas, bir-birimizga qo'l berib, yurtni va yurtdoshlarimizni xavfdan, xavf halokatidan asramog'imiz lozim. Chunki hammamiz bir vatan farzandimiz va bu go'zal diyor barchamizniki. Siz tasvirda ko'rib turganlar yo'ldan ozish ehtimoli kuzatilgan aybdorlardir. Ular vatan xoinlarining ta'siriga tushib qolishi mumkin bo'lgan yurtdoshlarimiz. Qodirov Abdumannob Abdurahim o'g'li 1992-yil 24-noyabr kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. U aqida parastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan, farovon hayotga rahna solishga, O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga xizmat qiluvchi video lavhalarni tanishlariga va boshqa shaxslarga jo'natish bilan shug'ullangan. 2015-yil yanvar oyining o'rtalarida mahallam turadigan Naimov Ibrohim degan ukamdan menga Telegram o'shanaqasi orqali xabar keldi, videorolik. O'shanda yonimda Kasimov Ikrom aka, Mirxalil aka, keyin Rasul aka degan odamlar bor edi. Telefonni shu ochdim, anaqani Telegramdan ochdim. Unda ikkita jangari turgan ekan. Keyin o'sha yonimda turgan Kasimov Ikrom aka menga tashlab bergan shu videorolikni dedilar. Xo'p dedim-da, tashlab berdim.
Abdumannob Qodirovning xatti-harakatlarida aniqlangan jinoyat alomatlari o'z vaqtida tahlil qilinmaganida bu hodisa u va yaqinlarining hayotida og'ir musibatlarga sabab bo'lishi mumkin edi. Kutilgan xavfdan keladigan balo Abdumannob qamoqda payti ota-onasi va jigarlari chekkan iztirobdan 1000 chandon ortiq kechgan bo'ladi. Chunki islom dini nomidan ish ko'rayotgan johillar mana shunday qiziquvchan yoshlarni yo'ldan ozdirib, ulardan o'zlarining manqurt sifat tarafdorlarini tayyorlayapti. Tushunmaslik, bilmaslik qaysidir ma'noda dog'da qolish hech bir fuqaroni jazodan xalos qila olmaydi. Biz ongli fuqarolarmiz. Nima qilayotganimizni, nima bilan shug'ullanayotganimizni bilishimiz, qilmishlarimizning oqibati haqida o'ylashimiz kerak. Demak, Abdumannob Qodirov va u kabi jinoyat sodir etgan shaxslarning jazosi og'ir. Lekin mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning, demokratik tamoyillarning mohiyatida inson manfaati yotadi. Abdumannob Qodirovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasiga ko'ra qamoq jazosi bilan bog'liq bo'lmagan jazo choralari ko'rildi. Naimov Ibrohim, Obidjonov Bahodir, Qosimov Ikromlariga nisbatan ham jarima jazosi tayinlandi. Bu shunday jazoki, u agar ko'r hassasini ikkinchi marta yo'qotsa, albatta halok bo'lajagini eslatib turadi. Afsuski, oramizda bu kabi qabih niyatlarni ongli ravishda, muayyan maqsad yo'lida amalga oshirayotganlar ham bor. Muhammedov Hojakbar shu yurtda to'kis yashab turib, tuzlig'iga tupurgan ana shunday ko'rnamaklardan biri. Muhammedov Hojakbar Yunusovich 1975-yil 10-dekabr kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. Amaldagi davlat tuzumini buzishga xizmat qiladigan audio hamda video mahsulotlarini o'zida saqlagan va tanishlariga qasddan tarqatgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining din ishlari bo'yicha qo'mita ekspertizasiga ko'ra, tanishlariga tarqatgan audio mahsulotlar ekstremizm va aqidaparastlik ruhida bo'lib, yot g'oyalar bilan sug'orilgan. Qattiq tayinlayman hozirgi o'zim tengi bolalarga, yigitlarga, ukalarimga, farzandlarimga, hammasiga chin ko'ngildan o'tinib so'rayman, internet tarmoqlaridan to'g'ri foydalanishsin. G'alati paradoks. Uning g'isht qolipdan ko'chgach, ya'ni panjara ortiga o'tkazilganidan keyin men qilmishlarimdan pushaymonman deb qabih ishlariga yo'ligagina shunchaki izoh berib o'tishi har qanday guvohni ajablantiradi. Hatto kamera qarshisida ham odamni seskantiradigan darajada xotirjam o'tirishidan hayratga tushasiz. U ish muqarrar jazoga qadar yetib kelguncha farzandlari, ayoli, jigarlari va otasining og'ir azob chekishi haqida o'ylab ko'rmadi. Aks holda qing'ir ishga qo'l urmagan bo'lardi. Bu mahbus o'zi ekkan zaqqum daraxti hosiliga kirganidan keyingina shafqat so'rayapti. Hojakbar Muhammedov bundan tashqari Megaruf xususiy korxonasini ochib, u yerda o'zi bilganicha faoliyat yuritgan. Qonunga xilof ravishda katta hajmdagi tunuka mahsulotlari o'ramlarini vositachilik orqali sotish bilan shug'ullangan. Kelishuvlarga ko'ra sotilgan mahsulotning 5% uning qo'shtirnoq ichidagi sof daromadi hisoblangan. Hojakbar Muhammedov shu tariqa 13 milliard 723 million 518 ming 200 so'mlik tunuka mahsulotlarini vositachilik yo'li bilan sotib, 686 million 175 ming 900 so'm miqdorida noqonuniy daromad ko'rgan. Bundan 2014-yil uchun 150 million 958 ming 700 so'm mablag' davlatga jismoniy shaxslardan undiriladigan daromad solig'i sifatida to'lanilishi lozim bo'lgan. Uning davlatga va davlat siyosatiga qarshi ekanligi mana shu nuqtada ham ayon bo'lib turibdi. O'zini iymon e'tiqod egasi sanagan Hojakbar Muhammedov jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini qasddan to'lamagan. Bundan vijdoni qiynalmagan. Achinarli tomoni shundaki, g'alamiz odamlar razil ishlarni ezgu va xayrli so'zlarning ortiga yashiradilar. Bu hol aqida parastlarning islom dini nomiga dog' tushirayotganini eslatadi. Hojakbar Muhammedov chin ma'noda iymon e'tiqodli bo'lganida edi. Shu yurtda tinch xotirjam yashayotganiga shukr qilar, davlat kredit bergani uchun tuzliqqa tupurmas va davlatga to'lanishi shart bo'lgan daromad solig'ini to'lashni o'zining odamiylik burchi deb bilgan bo'lardi. Muhammedov Hojakbar Yunusovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari bilan ayblandi hamda unga 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi berildi. Hojakbarning yonida tarafdorlari ham bo'lgan.
Bular Hoji Akbarning uyiga usta sifatida yollangan Abdullo Rahimov va Nurullo Ubaydullayevlar hamda ular bilan ijtimoiy tarmoq orqali oldi-berdi qilgan Nodirbek Mahmudovlardir. Obod yurt tinchligining qadriga yetmay, o'z qilmishlari bilan jigarlarining ko'nglini vayron qilgan farzand tabiiyki buzg'unchilikdan boshqa hech nimaga yaramaydi. Rahimov Abdullo, Ubaydullayev Nurullo va Mahmudov Nodirlarga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Men oilam bor, ota-onam qay ahvoldaligini men tasavvur qila olmayman hozir. Qilgan ishimdan ming bor pushaymonman. Xalqimdan, tengdoshlarimdan kechirim so'rayman. Bunaqa ish qilmaydi boshqa. Menga o'xshab yomon yo'lga kirib qo'ymaydi. O'zbekiston olimlar, donishmandlar, faqihlar, ulamolar, sofiylar, ulug' muhaddislar yurti-ku. Islom dinining tinchlik, oriyat, muhabbat, yaxshilik, xayr-ehson, mehr-muruvvat dini ekanligini biz bilmaymizmi? Qayerlardadir uloqib yurgan, pulga, manfaatga sotilgan johil, chalasavod qotillarga qo'shilib, go'zal islom dinining asl mohiyatini o'rgatadigan ulug' yurtga qurol o'qtalish, qo'l ko'tarish Xudoga qarshi borish bilan barobar. Imom Buxoriyday, Iso Termiziyday, Imom Moturudiyday allomalar yotgan bu yurtdan yuz o'girish esa Kabai muazzamaga tupurish bilan teng. Vatan so'zini aytishning o'zida badanimizdan chumoli yuguradi deymiz-ku, mana shunaqa chumoli yuguradi. Bu vatan so'zi umuman buni faqat his qilish mumkin deb o'ylayman. Agarki inson ongi shakllangan bo'lsa, agarda inson haqiqiy inson bo'lsa, o'ylaymanki, vatan oldidagi burchini to'la to'kis tushunib yetadi. Siz ko'rib turgan bu manzaralar ertak yoki afsonalardan olinmagan. Bular oddiy kundalik hayotimizdagi voqelik. Bular ko'ngillarimizdagi xotirjamlikning hayotdagi ifodasi. Jahon iqtisodiy forumi bor. Har yili bu Shveysariyaning Davos shahrida bo'ladi. Jahon iqtisodiy forumining natijalari, hisob-kitoblariga ko'ra O'zbekiston o'sha 100 dan ortiq mamlakatlar ichida 160 ga yaqin mamlakatlar ichida 44-o'rinda. Hamdo'stlik mamlakatlarining ichida 1-o'rinda. Jahondagi eng qonun ustuvor bo'lgan, eng erkin yashash imkoni tug'ilgan 141 ta mamlakatning ichida 2-o'rindamiz. Juda yuqori ko'rsatkich. Biroq bizning bu osuda kunlarimizni zulmatga, ichayotgan suvimizni zahru zaqqumga, kechirib turganimiz go'zal hayotimizni do'zaxga aylantirmoqchi bo'layotgan yovuz kuchlar ham bor. Toki bunday qabih niyatli kuchlar bor ekan, biz ogoh bo'lishimiz lozim. Insonlarga fikr bergan, aql bergan. Demak, bizning oshiyonimiz mana shu O'zbekiston ekanmi? Biz endi o'zimiz saqlashimiz kerak. Dushmanlardan beparvo o'tib ketmasligimiz kerak. Agar bizni bolamizga bitta hamtasi tajovuz qilayotgan bo'lsa, o'zimizni bolamizdek qarashimiz kerak. Bir mahallada boshqa bir joydan kelib kelgan bo'lsa, qayoqqa kelyapsan deb so'rash kerak. Qachonki tinchligimizni o'zimiz saqlamasak, tashqaridan birov kelib bizni tinchligimizni saqlab bermaydi. Bu faqat o'zimiz hushyor bo'lishimiz kerak. Biz vatanni asramog'imiz kerak. Chunki bu moviy gumbazli osmon ostida vatandan bo'lak mehribonimiz, vatandan bo'lak xaloskorimiz yo'q.